Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim va og'riqli mavzuni tushuntirib beraman. Shifoxonalarda keksa yoshdagi bemorlarga munosabat, davolashni rad etish holatlari. Yangi tartiblar va odamlar orasida tarqalayotgan qarilarni davolamaslik buyurilgan degan gaplar qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini ochiq aytaman. Bu ma'lumot faqat qariyalar uchun emas, har bir oila uchun kerak. Chunki bugun ota-onamiz, ertaga o'zimiz shifokor eshigini taqlatishimiz mumkin. Men sizga qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun gapiryapman. Agar odam o'z huquqini, hujjatini, tartibini bilmasa, eng kerakli paytda jim turib qoladi. Shu sababli hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni qancha ko'p odam bilsa, shuncha ko'p oila o'z yaqinini himoya qila oladi. Avval qanday edi? Ko'pchilik tasavvurda shifoxonaga keldingizmi? Demak, shifokor ko'radi, analiz oladi, kerak bo'lsa yotqizadi, davolaydi. Ayniqsa keksa odam kelgan bo'lsa, yoshi katta, avvalo yordam berish kerak degan insoniy qarash bor edi. Amalda ham ko'p joylarda shunday bo'lgan. Bemor bosimi ko'tarilib kelsa, yuragi bezovta qilsa, nafasi qisib olsa, avval yordam ko'rsatilgan, keyin hujjatlar so'ralgan. Lekin hozir tibbiyot tizimida tartiblar qat'iylashmoqda. Bemorni shifoxonaga yotqizish uchun ko'rsatma bo'lish kerak. Shoshilinch holat bilan rejali holat ajratiladi. Har bir dori, har bir analiz, har bir o'rin hisobotga tushadi. Shifoxona o'rinlari cheklangan, tez yordam chaqiriqlari ko'p. Qabul bo'limida kuniga yuzlab odam navbat kutadi. Mana shu vaziyatda ayrim joylarda bemorga noto'g'ri tushuntirish berilishi, yoshingiz katta, davolashning foydasi yo'q, uyga olib keting. Bunday holatda yotqizmaymiz degan gaplar aytilishi mumkin. Eng muhim nuqta shuki, qonuniy va axloqiy jihatdan biror bemorni faqat yoshi katta bo'lgani uchun davolamaslik mumkin emas. Yoshning o'zi davolashni rad etish uchun asos bo'la olmaydi. Ammo shifokor bemorning umumiy ahvoli, kasallik bosqichi, davolashdan kutiladigan foyda, xavf, reanimatsiya imkoniyati, palata o'rni, shoshilinchlik darajasi kabi omillarni baholaydi. Ana shu baholash noto'g'ri tushuntirilsa, odamlar orasida qarilarni davolamaslik buyurilgan ekan degan vahimali gap paydo bo'ladi. Men buni juda aniq aytaman. Agar keksa inson insult, infarkt, nafas yetishmovchiligi, og'ir infeksiya, qandli diabet asorati, qon ketish, suvsizlanish, hushdan ketish kabi holat bilan kelgan bo'lsa, unga tibbiy yordam ko'rsatilishi shart. Yoshi 75 da ekan, taytazbondan oshgan ekan degan gap shoshilinch yordamni to'xtatmaydi. Biroq bemor surunkali, uzoq yillik oxirgi bosqichdagi og'ir kasallik bilan kelgan bo'lsa, shifokor ba'zan faol davolash emas, palliativ yordam kerak deb xulosa qilishi mumkin. Bu tashlab qo'yish degani emas. Bu og'riqni kamaytirish, nafasni yengillashtirish, bosimni nazorat qilish, parvarishni tashkil qilish degani. Eng avvalo. Kim ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? 65 yoshdan oshgan, yurak qon tomir kasalligi bor, qandli diabet bilan yashayotgan, buyrak yetishmovchiligi, o'pka kasalligi, insultdan keyingi holat, xotira susayishi, saraton tez yiqilish, ishtaha yo'qolishi, tana vazni keskin kamayishi bor insonlar xavf guruhiga kiradi. Bu odamlar uchun oddiy shamollash ham og'ir asorat berishi mumkin. Masalan, 7 yoshli odamda grippdan keyin nafas qisish paydo bo'lsa, bu faqat shamollash emas, pnevmoniya yoki yurak yetishmovchiligi belgisi bo'lishi mumkin. Bir misol keltiraman. 78 yoshli otaxonning qoni bosimi odatda Bilgetini atrofida yuradi. Bir kuni bosimi 200 ga chiqdi. Bo'sh aylandi. Gaplari chalkashdi. Uydagilar qarilikda dam olsa o'tib ketadi deb kutdi. 6 soatdan keyin tez yordam chaqirildi. Shifoxonada insult belgilari aniqlandi. Bunday vaziyatda har bir soat muhim. Agar bemor erta olib borilsa, miyada zararlanish kamroq bo'lishi, tiklanish imkoniyati yuqoriroq bo'lishi mumkin edi. Bu yerda muammo davolamadida emas, kechikishda ham bo'lishi mumkin. Yana bir holat, ba'zi 2 yoshli ayolda qandli diabet bor. U 2 kun ovqat yemadi. Ko'p uxladi, og'zi quridi. Uydagilar keksalar kam yeydi deb o'yladi. Aslida qand juda ko'tarilib ketgan yoki infeksiya boshlangan bo'lishi mumkin. Bunday bemor shifoxonaga kelganda shifokor albatta tekshirish kerak. Qondagi qand, bosim, puls, kislorod darajasi, siydik, qon tahlili, yurak elektrokardiogrammasi. Agar shifoxona uyga olib keting desa, yaqinlari yozmoqlasa so'rash kerak. Bemor ko'rildimi, tashxis nima, nega yotqizilmadi? Uyda qanday davolash buyurildi? Kim vahima qilmasligi edi? Kim vahima qilmasligi kerak? Har bir keksa odam shifoxonaga borsa, uni albatta yotqizishlari shart degan tushuncha ham to'g'ri emas. Masalan, 70 yoshli insonning bosimi beyetim bo'lsa, ahvoli barqaror,
ko'krak og'rig'i yo'q, nafas qisishi yo'q, hushyor, tahlillari og'ir emas. U holda shifokor ambulator davolash, ya'ni poliklinika orqali nazorat tavsiya qilishi mumkin. Bu rad etish emas. Bu shifoxonaga yotqizishga zarurat yo'qligi bo'lishi mumkin. Shuningdek, barcha dori tomirdan qilinishi shart emas. Ko'p odamlar sistema oldim, demak davolandim deb o'ylaydi. Aslida ayrim kasalliklarda tabletga to'g'ri tanlansa, tomchi dori kerak bo'lmaydi. Keksa bemorga ortiqcha suyuqlik yuborish yurakni qiynashi, o'pka shishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun shifokor sistema kerak emas desa, bu hamisha yomon munosabat emas, ba'zan bu to'g'ri tibbiy qaror. Asosiy farqni bilib oling. Shoshilinch yordam, rejali davolash va palliativ yordam boshqa tushunchalar. Shoshilinch yordamda hayotga xavf bor. Infarkt, insult, og'ir nafas yetishmovchiligi, qon ketish, koma, og'ir travma. Bunda yordam kechiktirilmasligi kerak. Rejali davolashda bemor navbat bilan tekshiruvdan o'tadi. Yo'llanma oladi, bo'sh o'rin bo'lsa yotadi. Palliativ yordamda esa kasallikni butunlay tuzatish imkoni cheklangan bo'lsa ham, odamning og'rig'i, azobi, nafas qisishi qo'rquvi kamaytiriladi, parvarishi yaxshilanadi. Mana shu farqlarni bilmagan odam har qanday yotqizmaymiz degan gapni davolamaymiz deb tushunadi. Shifokor esa ba'zan yotqizmasdan ham davolash rejasini berishi mumkin. Lekin shifokorning vazifasi buni oddiy tilda tushuntirish. Sizning onangizda hozir reanimatsiya ko'rsatkichi yo'q, lekin mana bu dorilar, mana bu tahlillar. Ertaga poliklinikaga boring, ahvoli yomonlasa tez yordam chaqiring deb aniq aytish kerak. Endi eng nozik joyga kelamiz. Ayrim vaziyatlarda shifokor faol davolash foyda bermaydi deyishi mumkin. Masalan, saratonning oxirgi bosqichi, og'ir demensiya, yotoq yaralari bilan uzoq yotgan bemor, ko'p a'zolar yetishmovchiligi, juda og'ir insultdan keyin hushsiz yotgan holat. Bunday paytda reanimatsiya apparatlari, kuchli antibiotiklar yoki katta operatsiya bemorni tiklab yubormasligi, aksincha azobni cho'zishi mumkin. Lekin bu qaror hech qachon bir og'iz qarilik bilan tushuntirilmasligi kerak. Bemorning tashxisi, ahvoli, prognozi yaqinlarga berilgan tushuntirish hujjatlarida aks etishi kerak. Ko'p oilalar mana shu yerda adashadi. Shifokor bemor juda og'ir desa, ular endi qarashmayapti deb o'ylaydi. Ba'zan esa rostdan ham e'tiborsizlik bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim bitta narsani maslahat beraman. Hissiyot bilan bag'irishdan oldin aniq savol bering. Tashxis nima? Qaysi tahlilga asoslanib aytyapsiz? Kislorod darajasi necha? Qon bosimi necha? Qon miqdori necha? Yurakda infarkt belgisi bormi? O'pkada yallig'lanish bormi? Uyga chiqarsangiz, qaysi dori qancha dozada, necha mahal? Qaysi belgida darhol qaytamiz? Yana bir yashirin muammo bor. Hujjatsiz kelish. Keksa odamning pasporti, tibbiy daftari. Avvalgi kasalliklari haqida ma'lumot. Ichayotgan dorilar ro'yxati bo'lmasa, shifokor to'g'ri qaror qilishda qiynaladi. Masalan, bemor qon suyultiruvchi dori ichayotgan bo'lishi mumkin. Agar shifokor buni bilmasa, ayrim ukol yoki muolaja xavfli bo'lishi mumkin. Yoki bemorda penisillinga allergiya bor, lekin qarindoshlari eslamaydi. Natijada davolash kechikadi yoki xato xavfi oshadi. Yana bir misol, 76 yoshli ayol yiqilib, soni og'rib qoldi. Uydagilar urilibdi, o'tib ketadi deb 2 kun kutdi. Keyin shifoxonaga olib borishdi. Rentgen qilinganda son bo'yni sinishi aniqlandi. Keksa odamda bunday sinish juda xavfli. U yotib qolsa, o'pka yallig'lanishi, trom, yotoq yara, ushoqlari hushsizlanishi boshlanadi. Ba'zan shifokor operatsiya taklif qiladi. Oila esa yoshi katta, operatsiya ko'tarmaydi deb rad etadi. Lekin ayrim holatlarda aynan operatsiya bemorning o'rnidan turishiga yordam beradi. Demak, qari odamga hech nima qilinmaydi degan fikr ham noto'g'ri. Har qanday operatsiya qilish kerak degan fikr ham noto'g'ri. Qaror tekshiruv xavf va foyda asosida bo'lishi kerak. Yana bir nuans. Tez yordam hamma holatda bemorni shifoxonaga olib ketish shart emas. Tez yordam brigadasi joyida ko'radi, hayotiy ko'rsatkichlarni baholaydi. Kerak bo'lsa dori qiladi, shifoxonaga olib boradi yoki poliklinika nazoratini tavsiya qiladi. Lekin agar bemorda hushdan ketish, ko'krak og'rig'i, nafas yetishmasligi, bir tomoni ishlamay qolishi, nutq buzilishi, qon ketish, tinimsiz qusish, o'qdan yuqori isitma, siydik chiqmay qolishi, qon juda yuqori yoki juda past bo'lishi kabi belgilar bo'lsa, buni oddiy holat deb qoldirmaslik kerak. Ba'zi oilalarda yana bitta xato bor. Shifokorlar baribir hech narsa qilmaydi deb umuman murojaat qilmaslik. Bu juda xavfli. Chunki keksalarda kasallik belgisi yosh odamlarnikidek ravshan bo'lmasligi mumkin. Infarkt bo'lsa ham ko'krak qattiq og'rimasligi, faqat holsizlik, terlash, ko'ngil aynishi bo'lishi mumkin. Pnevmoniyada yo'tal kuchli bo'lmasligi,
faqat nafas qisishi va uyquchanlik bo'lishi mumkin. Siydik yo'llari infeksiyasida ochishish bo'lmasligi, faqat hush chalkashishi paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun keksalarda odatdagidan boshqacha bo'lib qoldi degan belgi ham jiddiy. Davolashni rad etish masalasida yana huquqiy tomon bor. Bemorning o'zi hushyor, fikri joyida bo'lsa, u davolanishga rozilik berishi yoki rad etishi mumkin. Masalan, daqim yoshli inson operatsiyani istamasligi mumkin. Bu uning huquqi. Lekin u to'liq tushungan bo'lishi kerak. Operatsiya qilinmasa nima bo'ladi? Qilinsa qanday xavf bor? Boshqa variant bormi? Agar bemor hushsiz yoki aqliy holati og'ir bo'lsa, yaqin qarindoshlar bilan maslahat qilinadi. Bunda ham hamma gap hujjatda yozilishi kerak. Shifoxona tomonidan eng ko'p uchraydigan noaniq gaplar quyidagilar. O'rin yo'q, bu bizning yo'nalish emas. Yoshi katta, uyda qaranglar, foydasi yo'q. Bu gaplarning har biri o'rtada tibbiy yoki tashkiliy sabab bo'lishi mumkin. Lekin bemor yaqinlari sababi yozma va aniq bo'lishini so'rashga haqli. Agar o'rin yo'q bo'lsa, qaysi shifoxonaga murojaat qilish kerak? Agar bu yo'nalish emas bo'lsa, qaysi mutaxassis kerak? Agar uyda davolash kerak bo'lsa, retsept va kuzatuv rejasi qayerda? Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam. Uydagi keksa odam uchun kichik tibbiy papka tayyorlang. Unda pasport nusxasi, tibbiy sug'urta yoki imtiyoz hujjatlari bo'lsa, ularning nusxasi, oxirgi tahlillar, elektrokardiogramma, o'zi yoki rentgen javoblari, shifokor xulosalari. Doimiy ichadigan dorilar ro'yxati bo'lsin. Dorilar ro'yxatida nomi, dozasi, necha mahal ichishi yozilsin. Masalan, enalapril 10 mg ertalab, metformin 500 mg kuniga 2 mahal, aspirin 20 mg kechqurun, oq tabletka. Qizil kapsula degan gap shifokorga yordam bermaydi. Ikkinchi qadam, xavfli belgilar ro'yxatini uyda hamma bilsin. Ko'krakda bosuvchi og'riq, nafas qisishi, lablarning ko'karishi, bir qo'l yoki oyoq kuchsizlanishi, yuz qiyshayishi, gapira olmaslik, hush chalkashishi, hushdan ketish, tinimsiz qusish, qora najas yoki qon ketish, siydik chiqmay qolishi, qonning juda ko'tarilishi yoki tushishi, o'tib saqchibodan yuqori isitma va kuchli holsizlik. Bunday holatda ertalabgacha kutamiz deyish xato bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, tez yordam chaqirganda aniq gapiring. Onam yomon bo'lib qoldi deyish kam. Shunday ayting. Onam 9 yoshda, qonli diabeti bor. Bugun gaplari chalkashdi. Bosimi biq-do'qsibin, qand apparatda 24 ko'rsatdi. Nafas olishi og'ir. Yoki otam 74 yoshda, ko'kragi 30 daqiqadan beri siqib og'riyapti. Sovuq ter bosdi, chap qo'liga tarqayapti. Bunday aniq ma'lumot chaqiriqning shoshilinchligini to'g'ri baholashga yordam beradi. 4-qadam, shifoxonada muloyim, lekin qat'iy bo'ling. Men buni alohida ta'kidlayman. Baqirish ko'pincha yordam bermaydi. Lekin jim turish ham zarar. Qabul bo'limida shunday savollar bering. Bemorni qaysi shifokor ko'rdi? Dastlabki tashxis nima? Qaysi tahlillar kerak? Yotqizish uchun ko'rsatma bormi yoki yo'qmi? Agar yotqizilmasa, yozma tavsiya berasizmi? Ahvol yomonlashsa, qayerga murojaat qilamiz? Bu savollar normal, qonuniy va madaniyatli savollar. 5-qadam, agar yotqizmaymiz deyishsa, yozma xulosa so'rang. Og'zaki gap ertaga isbot bo'lmaydi. Qabul bo'limida ko'rik bo'lgan bo'lsa, bemorning holati, tashxis, tavsiya, berilgan dori, uyga ruxsat sababi yozilishi kerak. Agar sizga hech narsa yozmaymiz deyishsa, kamida shifokor familiyasi, vaqt qabul qilingan joy. Aytilgan tavsiyalarni o'zingiz yozib qo'ying. Telefoningizda sanani, vaqtni qayd qiling. Bu janjal uchun emas, tartib uchun kerak. 6-qadam, poliklinika bilan aloqani uzmang. Ko'p odam shifoxonaga bormaguncha davolanish boshlanmaydi deb o'ylaydi. Aslida oilaviy shifokor, mahalla tibbiyot punkti tor mutaxassislar keksalar uchun juda muhim. Bosim, qand, yurak dori dozasi, buyrak ko'rsatkichlari, ko'z, oyoq parvarishi, emlash, reabilitatsiya, nogironlik yoki imtiyoz hujjatlari aynan shu tizim orqali yuradi. Keksa odam har safar og'irlashganda shifoxonaga tushmasligi uchun profilaktika kerak. 7-qadam, palliativ yordamdan qo'rqmang. Ko'pchilik palliativ so'zini endi umid yo'q deb tushunadi. Aslida palliativ yordam og'ir kasallikdagi odamning hayot sifatini yaxshilashdir. Masalan, saraton bilan og'riyotgan bemorning og'rig'ini kamaytirish, yotoq yaralarini davolash, nafas qisishini yengillashtirish, ovqatlanish va parvarish bo'yicha maslahat berish, yaqinlarga qanday qarashni o'rgatish. Bu ham davolashning bir turi. Odamni azob bilan yolg'iz qoldirish emas. 8-qadam, qarindoshlar orasida mas'ul odamni belgilang. Shifoxonada 5 kishi bir-biriga zid gapirsa, shifokor bilan muloqot qiyinlashadi. Bitta farzand yoki yaqin qarindosh asosiy aloqa qiluvchi bo'lsin.
u dorilarni bilsin, hujjatlarni olib yursin, shifokorning gapini yozib olsin, qolganlarga tushuntirsin. Bu oilaviy nizolarni ham kamaytiradi. Tibbiy xatolarni ham kamaytiradi. 9-qadam, bemorning o'z xohishini oldindan biling. Bu juda og'ir mavzu, lekin zarur. Keksa ota-onangiz bilan tinch paytda gaplashing. Qaysi shifoxonaga borishni xohlaydi? Qaysi dorilarga allergiyasi bor? Og'ir holatda kim qaror qabul qilishini istaydi? Uyda parvarish bo'lsa nimalar kerak? Bunday suhbatni kasallik avjiga chiqqanda emas, oldindan qilish kerak. Bu hurmatsizlik emas, aksincha mas'uliyat. 10-qadam, shubhali holatda yuqori tashkilotlarga murojaat qiling. Agar bemor shoshilinch holatda bo'lsa-yu, yordam ko'rsatilmasa, yozma rad javobi berilmasa, haqorat yoki beparvolik bo'lsa, shifoxona rahbariyati, Sog'liqni saqlash boshqarmasi ishonch telefonlari yoki qonuniy murojaat tizimlariga yozing. Murojaatda hissiyot emas, fakt yozing. Sana, vaqt, joy, bemorning yoshi, belgilari kim ko'rgani, nima deyilgani, qanday oqibat bo'lgani. Fakt bilan yozilgan murojaat ko'proq natija beradi. Men yana bir narsani alohida aytaman. Shifokor ham inson, tizimda yuklama katta. O'rin yetishmasligi, dori ta'minoti, navbat, qog'ozbozlik kabi muammolar bor. Lekin bu bemor huquqini yo'q qilmaydi. Bemor ham, shifokor ham bir-biriga dushman emas. Maqsad bitta, odamning ahvolini to'g'ri baholash, kerakli yordamni vaqtida berish, ortiqcha zarar qilmaslik. Agar sizning yaqin insoningiz shifoxonadan uyga chiqarilgan bo'lsa, uyda kuzatuvni jiddiy qiling. Har kuni tana harorati, bosim, puls, qand bo'lsa qand miqdori, siydik chiqishi, ovqatlanishi, hushyorligi, nafas olish kuzatilsin. Kecha yaxshi edi, bugun juda bo'shashdi degan o'zgarish keksalarda katta signal bo'lishi mumkin. Dori ichishni o'zingizcha to'xtatmang. Dozani 2 baravar qilmang. Qo'shnining dorisini bermang. Ayniqsa qon suyultiruvchi, bosim tushiruvchi, qon dorilari, antibiotiklar va og'riq qoldiruvchilar ehtiyotkorlik bilan ishlatiladi. Xulosa qilib aytaman, qarilarni davolamaslik haqida buyruq bor degan gapni umumiy haqiqat deb qabul qilish noto'g'ri. Lekin shifoxonalarda tartiblar qat'iylashgani, yotqizish uchun ko'rsatma talab qilinishi, ayrim joylarda noto'g'ri tushuntirish yoki e'tiborsizlik bo'lishi mumkinligi ham haqiqat. Eng to'g'ri yo'l vahima emas, huquqni bilish, hujjat tayyorlash, xavfli belgilarni tanish va shifokordan aniq javob so'rashdir. Keksa inson faqat yoshi uchun chetga surilmasligi kerak. Har bir bemor ko'rilishi, baholanishi, kerakli yordam yoki aniq tavsiya olishi shart. Siz ham yaqinlaringizni himoya qilish uchun bugundan tibbiy papka tayyorlang. Dorilar ro'yxatini yozing, xavfli belgilarni oilangizga tushuntiring. Bu mavzu bo'yicha sizning fikringiz qanday? Siz yoki yaqinlaringiz shifoxonada shunday holatga duch kelganmisiz? Izohlarda yozing. Boshqalarga ham tajribangiz foyda berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi, buvisi, bobosi bor yaqinlaringizga yuboring.